Stress va semizlik o'rtasida qanday bog'liqlik bor? Bugun sizlarga shu haqida ma'lumot beraman. Men diyetolog va nutritsiolog Husnora Muhammadjonovna sog'lom ozdirish va sog'lom vazn oldirish bo'yicha ekspert bo'laman. Stress vaqtida asosan doimiy asablarning zo'riqishi, negativ emotsiyalarni his qilish, qo'rquv, buyrak usti bezlarining faoliyati buzilishi, Cushing sindromida, noto'g'ri hayot tarzini kechirishda, uyquning yetishmasligi, jismoniy aktivlikning kamligi, gormonal preparatlar qabul qilganda qonda kortizol miqdori oshib ketadi. Stress gormoni kortizol moddalar almashuvini sekinlashtiradi, kaloriyalarning yo'qolishini kamaytirib, qorin va tananing tepa qismlarida yog' yig'ilishiga sabab bo'ladi. Kortizolning qondagi ko'p miqdori shirinlikka, yog'li taomlar va sho'r mahsulotlarga bo'lgan xohishni oshiradi va natijada tanada ortiqcha yog'lar yig'ilishi kuzatiladi. Semizlikdan aziyat chekuvchi barcha ayollarimizni o'zimda individual ozish kursimga taklif etaman.